Jalaquduq tumanidagi 2-son texnikumida bitiruvchilarni hayotning yangi bosqichiga kuzatish hamda yoshlarda vatanparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamlash maqsadida tadbir tashkil etildi. Muxbirimizning hozirgi lavhasida shu mavzuda so'z boradi. O'tkazilgan tadbirda Andijon harbiy prokuraturasi, Andijon garnizoniga qarashli harbiy qism harbiy xizmatchilari, Milliy gvardiya Andijon viloyat bo'yicha boshqarmasi, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlariga qarashli Buloqboshi tumani harbiy qism harbiy xizmatchilari, ota-onalar, ustozlar, o'quvchi yoshlar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Unda so'z olganlar bitiruvchilarni mustaqil hayot ostonasiga qo'ygan qadamlar bilan samimiy muborakbod etdilar. Ular yoshlarga egallagan bilim va kasblar yurt taraqqiyoti yo'lida sidqidildan xizmat qilishga sarflashini tilab, vatanga sadoqat va mas'uliyat tuyg'usi har doim ularga hamroh bo'lishini ta'kidladilar. Shundan so'ng faxriy qorovul jamoasining chiqishlari, harbiy xizmatchilarning jangovar mashqlari hamda maxsus chiqishlari namoyish etildi. Tadbirga harbiy orkestr jamoasining kuy-qo'shiqlari alohida ko'tarinki ruh bag'ishladi. Men Jalaquduq tumani 2-son texnikum o'quvchisi Rahimberdi Muhammadiyor. Yoshligimdan ingliz tiliga qiziqqanim tufayli hozirgi kunda ingliz tilidan B2 sertifikatga ega bo'ldim va shu texnikumimiz tomonidan yaratilgan sharoitlardan oqilona foydalanib, Jahon tillari universitetiga o'qishga topshirmoqchiman. Tantananing eng hayajonli daqiqalaridan biri texnikumni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilarga diplomlar topshirilishi bo'ldi. Shuningdek, o'quv yili davomida a'lo baholar bilan tahsil olgan bitiruvchilarning bir guruhi faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. Ta'lim-tarbiya jarayoniga munosib hissa qo'shgan bir guruh o'qituvchilar ham faxriy yorliqlar va tashakkurnomalar bilan rag'batlantirildi. Bu yilgi 2026 o'quv yilida 186 nafar bitiruvchilarimiz bitirib, hozirgi kunda 186 nafaridan 102 nafari oliy ta'limga o'qishga yo'llanmalar oldi. Shundan 12 nafari chet davlatiga, Germaniyaga va Yaponiyaga va Koreya davlatlariga sertifikatlar qo'lga kirgizildi. Shundan 92 nafari esa BS toifadagi haydovchilik guvohnomasini olishga muvaffaqiyatga erishdi. Shu bilan birgalikda dual ta'lim ham joriy qilingan va dual ta'lim tizimida 102 nafar o'quvchilarimiz tumanimizdagi korxona tashkilotlarida ish haqqi olib, 4 va 5 milliongacha ish haqqi olib, ish jarayoni faoliyatini yurgizib kelmoqdalar. Yoshlar ulkan ijodiy, intellektual, ijtimoiy, siyosiy salohiyatga ega. Ana shu kuch va salohiyatni yurt tinchligi, vatan taraqqiyoti va xalq farovonligi yo'lida safarbar etish eng muhim vazifalarimizdan biridir.